Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men o'sha Miss Notanish. Bugun biz yangi yer ochmoqchiman. Bu ukamga men bu akkauntga videolar joylab turaman. Ukam juda ham zo'r Minecraft o'ynaydi. Menda unchalik uzr, men bunaqa qo'ymoqchi emasman. Xullas, bugun jonlida qo'yib o'ynaymiz. Shunaqada qo'yib, bugun mana buni o'chirib tashlaymiz. Yangi akkaunt ochamiz. Albatta biz mana shunaqa joy paydo bo'lib qolishimiz mumkin. Jonim kamayib ketdimi? Xullas, bu joyda biz avvalo daraxt chopib olishimiz kerak bo'ladi. Iltimos, bu kanalga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rayman, chunki bu kanal yangi. Albatta men yana videolar uzr, hozir so'zlarimda yanglishib ketyapman, chunki bu mening birinchi video qo'yishim albatta. Unaqa zo'r videolar qo'ymasam ham chidasa bo'ladi. Xullas, shunday qilib biz endi mana shunday qilib hammasini kesib olamiz va biz bolta yasashga tushamiz. Bizga mana biz bolg'ani yasab oldik. Va albatta kesgan daraxtlarimizni chopib olamiz. Xullas, biz narigi tomonga o'tishimiz kerak. Chunki qadimiy ketib qoladi. Albatta bizga qo'ylar kerak bo'ladi. Shuning uchun biz qo'yni o'ldirib olamiz. Naryoqda yana bittasi ko'rinadi. Mana suvning u betidagidan ko'ra ana yerda ikkitasi bor ekan. Endi biz yotoq yasash uchun bizga o'tin kerak. Menga masalan mana shunaqa daraxtlar yoqadi, mana shular yaxshi. Sizga qanday daraxtlar yoqishini kommentda yozib keting. Hozir mana bu yerga chiqamiz. Xullas, bizga uzun daraxtlar kerak. Hozirgi tanlagan yerimiz unchalik yaxshi bo'lmadi. Shu sababli menga bu ba'zida shunday qo'llarni topolmayapti. Bu o'yinni juda ham ko'p o'ynaganman, lekin ko'pincha to'g'risi bunaqa umuman video qo'ymaganman desam ham bo'ladi. Biz ukam bilan qo'shilishib o'ynardik va bunday o'yinda har doim mutaxassis bo'lib ketgan. Hozir albatta unga obuna bo'lib qo'ying. U ham video qo'yadi bu kanalga. Biz
mol topishimiz kerak. Albatta ovqatlanishimiz kerak. Endi biz biron joyda mana shu yerda uy qurganimiz yaxshi deb bildim. Kichkina o'zimizga mos. Xullas kichkina xona quramiz. Albatta bu xonamiz kengaytirib olamiz. Hozir bunday turishiga qaramang. Chunki bu yer har tomonlama qulay bo'lganligi uchun albatta men bu yerni tanladim. Bitta o'zimizga bo'lganligi uchun kichkina joy bo'lsa ham bo'laveradi albatta. Agar ko'pchilik bo'lib o'ynasangiz, boshqa kattaroq joylarni tanlashingizni maslahat beraman. Masalan, biz ko'pchilik bo'lib o'ynaydik. Tog'amni o'g'li, men va ukam. Siz kimlar bilan o'ynagansiz? Xullas uyimiz mana shunday chiqdi. Kichkina va shinam. Bu yerda ustiga chiqib olamiz va uning ustini ham yopamiz. Va tepalarni ham mana shunday qilib yopib chiqamiz. Bunday tugab qolibdi. Mana gapirsam gap ko'p, lekin hozir albatta asosiy mavzu. Endi biz yana taxta yasab olishimiz kerak. Xullas mana yasab oldik. Videoim unchalik ham omadli chiqmadi. Birinchisi, bundan olaman. Shunda ham obuna bo'lib qo'ysanglar, hech ham pushaymon bo'lmaysizlar. Bu yerdan tushadigan joy emas, chunki bizning uyimizga tushadigan joy kerak. Xullas mana shu yerdan uyimizga kirsak bo'ladi. Endi biz uyimizga eshik yasashimiz kerak. Eshik hozir biroz daraxt chopib kelish kerak ekan. Bu naryodagi daraxtlardan chopib. Mana shu yerdagi daraxtlar juda ham qulay ekan. Kechasi ko'plab hayvonlar kelar, har xil yirtqich hayvonlar. Ko'chaga chiqishga xullas eshik yasaymiz. Albatta yotoq ham yasab olamiz. Bitta. Endi esa eshik. Ana. Xullas sizlarni ham vaqtinglarni olib o'tirmay, o'zimda ham vaqt kam. Mana eshigimiz. Negadir kirmayapti bu.
Mendek blogerdan mana yotog'imiz va bu yerga o'zimizga kerakli narsalarni joylaymiz. Eshikni yopib, bemalol uyquga ketaverasizlar. Xayr, hammaga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni yaxshi